Kartoshka yetishtiruvchilar uchun zo'r yangilik. Bilaman, bundan rosa bezor bo'lgansiz, chunki o'zim ham kartoshka ekkan paytimda yonidagi pomidor bormi, baqlajon bormi, bargini yeb bitirgan. Har qancha zahar sepib ham buni yo'qota olmaganmiz. Lekin endi buni iloji bor. Olimlarimiz buni lichinkasini o'ldiradigan biotulin degan preparat yaratishdi. Bu biologik preparat. Bu o'sha lichinkani, bargning tagidagi lichinkani o'ldiradi. Agar bu bo'yicha sizga ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda ma'lumot so'zini yozib qoldiring. Men keyingi videoda mana shu preparatni ishlab chiqqan olimlar guruhidan Raymjon Allamurodov bilan to'liq ma'lumotlarni e'lon qilaman. Bu videoni o'zingizga saqlab oling va kimga jo'natishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Sahifamizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.